Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 9-aprel haftani chorshanba kuni 2025-yil Boboshbek bozoridan ko'rsatyapmiz. Sherxonda do'koni. Nech pul bu futbolkasi? Bular 22 ming. Bular 22 ming so'mdan ekan. Bunisi-chi? Bular 15 mingdan bo'lyapti. Bular 15 ming. Bunisi-chi? Shu bular 22 mingda. Materiali nima buni? Turk xabar bular. Turk hib ekan. Bular keyin donaga sotiladimi, sotilmaymi? Donaga pachkaga donaga. Faqat pachkaga ekan. Pachkalar nechtadan bo'ladi? 3 tadan 52, 54, 56. Pachkada 3 tadan bo'lar ekan, 52, 54, 56. Endi shunda bir pachkasi necha pul bo'ladi? Pachkasi 36 ming bo'ladi-da. 36 ming emas, 66 ming. 66 ming so'm bo'ladi. 22 ming so'mdan bo'lsa. Shundaymi? Xo'p. Mana arqalari. Keyin bularda dog'-dug'i, anaqa nimalari bo'lmaydi. Qandaydir hali kichkina dog'-dug'lari bo'lmaydi. Toza. Turk xabarda material. Nomeringiz 90lik, 90lik 151, 151 80, 84. 80-84 ga telefon qilaverasizlar. Mana shu futbolka kerak bo'lsa, asosi bu do'konda futbolka sotadi. Endi biz qisqa ko'rsatib qo'ya qoldik. Keyingi bozorda ham ko'rsatamiz.